Assalomu alaykum. Bizning Andijon tibbiy diagnostika klinikamizga xush kelibsiz. Bizning klinikamiz 2013-yilda tashkil topgan bo'lib, umumiy 6 ta Marhamat, Xo'jobod, Shahrixon, Semashka, Bo'ston va 4 gacha filiallarga ega. Markazimizda 400 xildan ortiq analiz olish imkoniyati mavjud va bular qatoriga IFA, IXFA, biokimiya, PCR, genetik va boshqa analiz turlari kiradi. Barcha analiz turlari Buyuk Britaniyaning sifat nazoratidan o'tgan bo'lib, RICA sertifikati bilan tasdiqlangan va dunyo standartlariga to'laqonli mos keladi. Bizning markazda analiz tekshiruvlaridan tashqari dermatolog, kosmetolog, allergolog, urolog, ginekolog, endokrinolog, pediatr, terapevt, UZI, EKG, EEG xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Umumiy 100 dan ortiq malakali xodimlarimiz sizga 24 soat mobaynida sifatli xizmat ko'rsatishga shay. Andijon tibbiy diagnostika barchangizga sog'lom hayot tilab qolamiz.